Nima deb o'ylaysizlar, bu gul kimga? Tez kommentariyaga yozib yuboringlar, bu gul kimga olma? Uyimda yoki vashim bayramlarda gul kerak bo'lsa, shayx do'konlari, ana Beruniyda bu yo. Beruniyda mana shu bolani oldiga kelasizlar. Nima deb o'ylaysizlar, bu gul kimga? Tez kommentariyaga yozib yuboringlar, bu gul kimga olma? Ahli ayollarimizni tug'ilgan kun, bayramlar bilan tabriklash kerak bo'lsa, mana shu gullarni masjiddan kelib olib ketish kerak. Shayx do'koni Beruniyda. Mana bu 4 xonani ro'parasida reklama pulini bermagan, lekin shundoq ham qo'yib bo'pti. Kimga? Voy, kimga deb o'ylaysizlar buni? Oxirida ko'ringlar. Xullas, bugun qizimning tug'ilgan kuni. Mana o'sha qizim, asal qizim, tug'ilgan kunlaring bilan tabriklayman. Umring uzoq bo'lsin. Inshaalloh hamma qilgan niyatlaringga erishib, qoriya qiz bo'la ol. Asal qizim mana. Voy, meni bolam. Yarım bolsan ay kabi, qo'sha kamon yoy kabi, qalbimda qorvoy kabi. Bugun asal qizimni tavallud kuni. Bugun kim?